nima ekran yozinglarchi. Ashta chati bor, chatiga yozinglar. Xo'p. Xo'p, bo'lmasam boshlaymiz. Bugungi darsimizda sizlar bilan yallig'lanish mavzusi haqida gaplashamiz. Inglizchasiga inflammation deb nomlanadi. Yallig'lanish o'zi nima? Ta'rif berib oladigan bo'lsam, birinchi yallig'lanish bu turli xil organizmga zarar ta'sir ko'rsatadigan omilni organizmga ta'sir qilib, mana organizmning xususiy to'qimasini zararlash natijasida yuzaga keladigan organizm tomonidan yuzaga keladigan nospetsifik reaksiya hisoblanadi. Ya'ni qanaqadir omil bo'lishi kerak, yallig'lanishni keltirib chiqaradigan omil. Bu omil nomini biz flagagen omil deb nomlaymiz. Isitma mavzusida gaplashganimizda isitma keltirib chiqaradigan omilni biz piragen deb nomlagan bo'lsak, yallig'lanishni keltirib chiqaradigan omilni flagagen omil deb nomlaymiz. Xo'p, demak, yallig'lanish haqida ta'rif berib oladigan bo'lsa, demak, yallig'lanish organizmda to'qimasi zararlanishi natijasida organizm tomonidan yuzaga keladigan reaksiya. Va bu yallig'lanishni biz tipik patologik jarayon deb nomlaymiz. Sababi tipik patologik jarayon deb nomlashdan sabab biz o'tgan darsimizda aytdikki, tipik patologik jarayon bir tomondan organizmni himoya qilishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan organizmni ma'lum bir darajada zararlab qo'yishi mumkin bo'ladi. Ya'ni zarar keltirishi ham mumkin bo'ladi. Shuning uchun tipik patologik jarayon deb nomlanadi. Xo'p, demak, yallig'lanishdan maqsad nima? Yallig'lanishdan maqsad mana birinchi o'rinda yallig'lanish o'chog'idagi, ya'ni mana shu zararlangan o'choqdagi zararlovchi omilni neytrallash. Ya'ni flagagen omilni hozir biz qanaqa turlari borligini gaplashamiz. Har qanday flagagen omil o'sha yallig'lanish o'chog'iga ta'sir ko'rsatgandan keyin shu yallig'lanish tufayli yuzaga kelgan reaksiya oqibatida aynan shu etiologik omil yo'qotiladi organizmdan. Keyingisi bu o'lgan hujayralarni tozalash. Buni gaplashib o'tamiz hamda qayta tiklash. Yana e'tibor beradigan bo'lsangiz, yallig'lanishdan maqsad organizmda ma'lum bir to'qimasi zararlangandan keyin shu to'qimani qayta tiklashni ta'minlab beradi. Xo'p, endi mana yallig'lanish haqida gaplashadigan bo'lsak, davom etadigan bo'lsak, yallig'lanish etiologiyasi. Etiologiyasida biz aytdikki, flagagen omil deb nomlaymiz. Ya'ni yallig'lanishni keltirib chiqaradigan omilni ikki xil turga bo'linadi. Kelib chiqish jihatdan birinchisi eksogen hamda ikkinchisi endogen turga bo'linadi. Xo'p, eksogen etiologik omil deganda biz exo degan tashqi muhit degan ma'noni bildiradigan bo'lsa, demak, tashqi muhitdan turib organizmga ta'sir qiladigan bo'lsa, bu etiologik omilni eksogen deymiz. Xo'p, bunga qaysilar kelishi mumkin? Mana fizik omillar kelishi mumkin. Fizik omillarga mexanik, oddiy misol zarbalar, termik issiqlikdan kuyish, ion nurlari, kimyoviy omillar hamda biologik omillar kiradi. Har qanaqa viruslar, bakteriyalar, zamburug'lar, sodda hayvonlar aynan shu eksogen, flagagen omil sifatida bizda namoyon bo'lishi mumkin. Xo'p, endi endogen omillar haqida gaplashadigan bo'lsak, endo ichki degan ma'noni bildiradi. Ya'ni agar shu yallig'lanishni keltirib chiqarayotgan etiologik omil organizmning o'zida hosil bo'ladigan bo'lsa, biz buni endogen deb nomlaymiz. Bunga odatda shu moddalar almashinuvi mahsulotlari, o't kislotasi va boshqa moddalar kiradi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bular organizmning o'zida hosil qiladi va bu moddalar almashinuvi mahsulotlari ma'lum bir holatlarda, ma'lum bir sabablar tufayli organizmning xususiy to'qimalarini zararlab qo'yishi mumkin bo'ladi va shu zararlanish natijasida yallig'lanish reaksiyasi yuzaga keladi. Xo'p, yallig'lanish reaksiyasini ingliz tili kitoblarida immunologiya mavzusida o'rgatiladi. Chunki immunitet degani biz bilamizki, organizmga beriladigan xoh u eksogen bo'lsin, xoh u endogen omil bo'ladigan bo'lsin, organizm tomonidan yuzaga keladigan reaksiyani immun reaksiya deb nomlaganmiz. Immun reaksiyani bu tug'ma hamda orttirilgan turga bo'linadigan bo'lsa, bizda yuzaga keladigan yallig'lanish reaksiyasi tug'ma immunitetni asosan tashkil qiladi. Xo'p, endi biz hozir gaplashamiz patogenezi. Yallig'lanishni patogenezida 3 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqichi alteratsiya bosqichi. Alteratsiya bosqichi bunga ta'rif beradigan bo'lsa, alter so'zidan olingan bo'lib, ya'ni zararlanish degan ma'noni bildiradi. Xo'p, not qilib yozib ketinglar har bitta aytgan gapimni. Alteratsiya demak zararlanish bo'ladigan bo'lsa, endi alteratsiyaning o'zi ham ikki xil turga bo'linadi. Birlamchi hamda ikkilamchi turga bo'linadi. Hozir biz sizlar bilan aynan shu patogenez bosqichlari, birlamchi alteratsiya nima, ikkilamchi alteratsiya nima, ularni bitta-bitta gaplashib o'tib ketamiz, xudo xolisa. Xo'p, endi birinchi bosqichimiz alteratsiya, ya'ni xususiy to'qimalarning zararlanish bosqichi.
Undan keyin eksudatsiya bosqichi. Eksudatsiya degani bu qon tomirlaridan to'qimaga, ya'ni o'sha yallig'lanish o'chog'iga suyuqlikni harakat qilinishini eksudatsiya deb nomlanadi. Va oxirgi mana bu joyda ta'rif berilyapti. Qon tomir o'tkazuvchanligini ortib, eksudat hosil bo'lishini eksudatsiya deb nomlaymiz. Va oxirgi bosqichimiz bu proliferatsiya bosqichi. Proliferatsiya so'zi ko'payish degan ma'noni bildiradi. Bu jarayon, bu bosqich yallig'lanishda oxirgi bosqichi hisoblanib, bunda yallig'lanish o'chog'idagi hujayraviy tarkib o'zgaradi. Biz bularni hammasini hozir mana shu jarayonni biz alteratsiya, mana shu jarayonni eksudatsiya, mana shu jarayonni proliferatsiya deb hozir o'rganib ketamiz, xudo xolasa. Xo'p, endi mana bu joyda sizlar bilan biz hozir yallig'lanishda yuzaga keladigan barcha o'sha qon tomirlaridagi va interstitsial to'qimadagi barcha jarayonlarni hozir sxema bo'yicha o'rganib ketamiz. Yaqinlashtiradigan bo'lsam, mana bu joyga e'tibor bering do'stlar. Bu joyda mana biz yallig'lanishni keltirib chiqaradigan omil sifatida qaysidir bakteriyani oldik deb tasavvur qiling. Ya'ni bu narsa flogogen omil, biologik omil sifatida ta'sir qilyapti. Mana qon oqimi orqali xususiy to'qimaga o'tdi va xususiy to'qimaga o'tgandan keyin har xil reaksiyalar yuzaga keladi. Ana shu reaksiyalarni biz yallig'lanish deyapmiz. Ya'ni organizmni yuzaga keltiradigan reaksiyasi aynan shu mikroorganizmga nisbatan. Xo'p, endi bu mikroorganizm taxminan gram manfiy bakteriya deb hisoblaydigan bo'lsak, gram manfiy bakteriya deb hisoblaydigan bo'lsak, interstitsial to'qimaga o'tgandan keyin interstitsial to'qimada organizmga tushgan yot moddalarni, xoh u infeksion bo'lsin, xoh u noinfeksion bo'lsin, shu omillarda taniydigan, ya'ni birinchi shu mikroorganizmlarni qabul qilib oladigan hujayralarimiz bo'ladi, maxsus hujayralarimiz. Bu hujayralarimiz nomini biz bazofillar deb nomlaymiz. Bazofillar deb nomlaymiz. Aynan shu bazofillar mikroorganizmni mana bu joyda qizil nuqtalarni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu qizil nuqtalari mikroorganizmni antigenlari. Shu antigenlari bilan o'zaro kompleks hosil qilgandan keyin ular o'zlaridan turli xil yallig'lanishni mediatorlarini ishlab chiqaradi. Misol uchun gistamin, leykotrien hamda prostaglandinlar ishlab chiqaradi. Bundan tashqari bu bakteriya hujayra bilan o'zaro kompleks hosil qilishdan tashqari bakteriyani o'zidan ishlab chiqargan endotoksini tufayli xususiy to'qimani, ya'ni interstitsial to'qimani mana bu joyda ko'ryapsiz, zararlab qo'yadi. Zararlash natijasida hujayra membranasi zararlanish natijasida biz bilamizki, hujayra membranasida maxsus ferment bo'ladi. Fosfolipaza A2 degan ferment bo'ladi. Hujayra membranasi zararlanganda fosfolipaza A2 aktivlashadi. Aktivlashish natijasida fosfolipaza A2 hujayra membranasidagi 2 qavat fosfolipidni zararlaydi, ya'ni o'zgartiradi. Natijada arahidon kislota paydo bo'ladi. Arahidon kislota keyinchalik lipooksigenaza ta'sirida leykotrienga, siklooksigenaza fermentlar ta'sirida prostaglandinga aylanadi. Xo'p, ko'ryapsiz, mana har xil yallig'lanish mediatorlarini hosil qilib olyapmiz. Xo'p, endi bundan tashqari hujayra qon plazmasida kininogendan bradikinin hosil bo'ladi, ya'ni kallikrein yordamida. Bularning hammasi, ya'ni gistamin, leykotrien, prostaglandin, bradikininlar bu yallig'lanish jarayonini shu kaliti hisoblanadi. Ya'ni shu mikroorganizm tushib turib xususiy to'qimani zararlab bo'lgandan keyingi barcha jarayonlarni aynan shu yallig'lanishni mediatorlari belgilab beradi. Xo'p, endi yallig'lanish mediatorlari ikki xilga bo'linyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, birinchi turi hujayraviy, ya'ni organizmni o'zini xususiy hujayrasidan hosil bo'ladigan bo'lsa, biz buni hujayraviy mediatorlar deb nomlaymiz. Endi agar mana bu joyda ko'rayotgan bo'lsangiz, hujayra tomonidan ajralmayapti-da, zararlanish natijasida qonni plazmasida interstitsial to'qimani o'zida hosil bo'ladigan bo'lsa, biz buni plazma mediatorlari deb nomlaymiz. Bu shunchaki guruhlarga bo'linishi. Bu orqali shu yallig'lanish mediatorlarining vazifasini tushunib bo'lmaydi. Xo'p, endi yallig'lanish mediatorlari hosil bo'lgandan keyin endi bular haqiqiy yallig'lanish jarayonlarini, yallig'lanishni patogenezini ta'minlab beradi. Endi mana bu joyda ko'rayotgan bo'lsangiz, biz aytdik, mikroorganizmda endotoksin tufayli yallig'lanishda, misol qanaqadir xususiy to'qimani zararlanishini biz birlamchi alteratsiya deb nomlaymiz do'stlar. Endi birlamchi alteratsiya sodir bo'lgandan keyin, ya'ni birlamchi alteratsiya degani aynan shu flogogen omil to'g'ridan to'g'ri to'qimaga ta'sir ko'rsatgandan keyin yuzaga kelsa birlamchi deymiz. Endi ikkilamchi alteratsiya degani
birlamchi alteratsiya tufayli hosil bo'lgan yallig'lanish mediatorlarini organizmning xususiy hujayralariga hozir biz o'rganamiz qayerga ta'sir ko'rsatishini. Xususiy hujayrlarga ta'sir qilgandan keyin u to'qimani yoki hujayrani zararlanishini ikkilamchi deymiz. Ya'ni birlamchi zararlanish dastlab sodir bo'ladi, ikkilamchi zararlanish keyinroq sodir bo'ladi. Shuni biz alteratsiya deb nomlaymiz. Xo'p, endi ko'radigan bo'lsangiz, mana yallig'lanish mediatorlarini hosil qilib oldik. Yallig'lanish mediatorlar endi shu to'qimadagi qon tomirda, shu qon bilan ta'minlangan qon tomirda, mana bu joyda endotelilarda har bitta shu biz aytamiz mediatorda retseptor bo'ladi. Mana bu endoteliy hujayralari deb hisoblaydigan bo'lsak, har bitta endoteliyda maxsus retseptorlar bo'ladi. Yallig'lanish mediatorlar bilan o'zaro kompleks hosil qiladigan. Yallig'lanish mediatorlari shu retseptorlar bilan birikkandan keyin aynan shu endoteliy hujayralari aktivlashadi. Aktivlashgandan keyin bu hujayralarning tarkibida oldindan tayyor holatda sintez qilingan maxsus granulalar bo'ladi. Bu granulalar shu yallig'lanish mediatorlari retseptorga bog'langandan keyin granulalar aktivlashib turib tashqi muhitga chiqadi. Natijada granula o'zidan tashqi muhitga maxsus oqsillarni sintez qilib ajratib beradi. Bu oqsillarni biz P-selektinlar deb nomlaymiz. Selektin oqsillari deb nomlaymiz. Selektin oqsillarning vazifasi, do'stlar, vazifasini biz keyinchalik gaplashib o'tamiz. Hozir ham aytib beraman. Qon oqimidagi turli xil leykotitlarni, ya'ni yallig'lanish jarayonida faol ishtirok etadigan neytrofillar hamda makrofag, ya'ni monotitlarni o'zaro o'ziga jalb qilish, ya'ni o'ziga tortish vazifasini bajaradi. Chunki nimaga deydigan bo'lsangiz, bu P-selektivlar, xuddi shu P-selektivlar aynan shu neytrofil hamda monotit hujayrasida ham bo'lganligi uchun o'zaro bir-biriga tortiladi. Biz buni keyinroq gaplashib o'tamiz. Xo'p, endi mediatorlar retseptor bilan bog'langandan keyin endoteliy hujayralari aktivlashadi. Ularning sitoskeleton muskul elementlari qo'zg'alib turib, shu endoteliy hujayralari qisqaradi. Qisqarganda e'tibor beryapsizki, hujayralar oralig'idagi tirqishlar kengayib ketyapti. Kengayib ketadi, mana bu joyda ko'rasiz. O'zi normal holatda endoteliy bir-biriga zich bog'lanadigan bo'lsa, mediatorlar ta'siri tufayli ular o'rtasidagi tirqish ochilib ketyapti. Endi shu tirqish ochilib ketishi natijasida bizda endi yallig'lanish jarayonida yuzaga keladigan yallig'lanishda mahalliy belgilari paydo bo'lishni boshlaydi. Yallig'lanish mahalliy belgilari. Yallig'lanish mahalliy belgilaridan biri, bu birinchisi tumor hisoblanadi. Ya'ni o'zbek tili tarjimasi shish bo'ladi. Shish deganda biz bilamizki, o'sha qon tomir bo'shlig'idan interstitsional to'qimaga suv o'tish natijasida yuzaga keladigan holatda shish deb nomlaymiz. Endi shish qanday paydo bo'ladi? Agar tushungan bo'lsangiz, mana bu joyda mediatorlar ta'sir ko'rsatgandan keyin endoteliy oralig'idagi tirqish ochilyaptimi? Endi tirqish ochilgandan keyin qon oqimidagi qon sekin-astalik bilan shu tirqishlardan sekin mana interstitsional to'qimaga o'tishni boshlaydi. Ya'ni qon harakati boshlanadi. Suyuqlikning harakatini kuzatamiz. Xo'p, endi shish qanday yuzaga kelyapti? Shu tirqishlar orqali qon interstitsional to'qimaga o'tyapti, natijada shish paydo bo'ladi. Xo'p, endi ikkinchi belgisini biz dollar deyapmiz. Ya'ni dollar bu og'riq degani ekan. Og'riq bo'lishi uchun aynan shu shish natijasida, ya'ni shish jarayoni tufayli o'tgan suyuqlik oqibatida mana bu interstitsional to'qimadagi bosim ortadi. Bosim ortishi natijasida biz bilamizki, har bir interstitsional to'qimada maxsus retseptorlar, ya'ni og'riqni sezadigan retseptorlar bo'ladi. Bu retseptorlarni biz notitseptor deb nomlaymiz. Ya'ni og'riqni sezadigan retseptorlar mexanik ta'sirlanish oqibatida, ya'ni suyuqlik hisobiga og'riq yuzaga keladi. Bundan tashqari, do'stlar, og'riqni shu shish suyuqligi berishdan tashqari bizda mana bradikinin, leykotrin hamda prostaglandin mediatorlari ham to'g'ridan-to'g'ri notitseptorlarni aktivlash, ya'ni qo'zg'atish xususiyatiga ega bo'ladi. Shuni hisobiga ham og'riq paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. Xo'p, endi keyingisi color, ya'ni harorat hamda rubr, qizarish. Harorat hamda qizarishning paydo bo'lish mexanizmi bir-biriga o'xshaydi. Qanday yuzaga keladi? Bu yuzaga kelish sababi shundan iboratki, yallig'lanish mediatorlari endoteliy hujayralarga ta'sir qilishdan tashqari, qon tomirida silliq muskullariga ham ta'sir ko'rsatadi. Silliq muskullardagi mana retseptor bilan bog'langandan keyin bu silliq muskul relaksatsiyasi, ya'ni muskulning bo'shashishi kuzatiladi. Natijada qon tomirida muskullar relaksatsiya, ya'ni miyorelaksatsiyaga uchragandan keyin qon tomirlar kengayadi. Mana bu qon tomiri kengaygandan keyin o'z-o'zidan avtomatik holatda, tabiiy holatda bu qon tomirdan qonning harakati tezlashib ketadi. Ya'ni ko'p qon kelishni boshlaydi.
ko'p qon kelishi hisobiga birinchi o'rinda o'sha jarayonda qizarish paydo bo'ladi hamda haroratni ortadi. Endi harorat ko'p qon kelsa qanday qilib harorat ko'tarilishi mumkin? Va endi yana bitta narsani bilib oling do'stlar, bu harorat ko'tarilishi deganda aynan shu mahalliy joydagi yuzaga keladigan holat xolos. Ya'ni bu yerda temperatura isitmani aytilmayapti. Bu yerda shu yallig'lanish o'chog'idagi mahalliy joyda haroratini ortishini aytilyapti xolos. Demak, haroratni ortishining sababi ko'p qon kelgandan keyin mana interstitsial to'qimani hujayralarni oziqlanishi kuchayib ketadi. Kuchaygandan keyin u hujayralarda moddalar almashinuvi aktivlashib ketadi. Aktivlashib ularda energiya hosil bo'lishi oqibatida u yerda mahalliy harorat sekin astalik bilan ko'tarilishni boshlaydi. Va oxirgisi bu funksiyallazi belgisi, ya'ni bu shu to'qimani faoliyati buziladi ma'lum bir davrda, ya'ni yallig'lanishning ma'lum bir davrida shu organning faoliyati yoki to'qimani faoliyati buzilishi mumkin bo'ladi. Bular bizda yallig'lanishning mahalliy belgilari yoki biz boshqacha nomda buni Selskalen pentadasi deb ham nomlaymiz. Ya'ni 5 talikdan tashkil topganligi uchun pentada deb nomlanadi. Xo'p, endi bu yallig'lanishning eng asosiy maqsadi bas, ya'ni yallig'lanishning mahalliy belgilarning paydo bo'lishi yallig'lanishdan ko'zlangan maqsad bas. Yallig'lanishdan ko'zlangan maqsad aynan shu interstitsial to'qimadagi, ya'ni yallig'lanish o'chog'idagi xuddi shu yallig'lanishni keltirib chiqaradigan etiologik omilni yo'qotishimiz kerak biz. Qanaqadir yo'l bilan yo'qotishimiz kerak bo'ladi. Bunga bizga birinchi o'rinda yallig'lanishni ta'minlab beradigan maxsus hujayralar kerak. Ya'ni organizmni kurashadigan, mikroorganizmlarga qarshi kurashadigan hujayrasi bo'ladi. Bu hujayralar nomini leykotitlar deb nomlaymiz. Leykotitlarda ham har xil turlari borligi uchun biz neytrofillar hamda monotitlarni aynan yallig'lanish jarayonida aktiv ishtirok etadigan hujayralar deb hisoblaymiz. Demak, endi biz hozir aynan shu mikroorganizmlarni nobud qilish uchun qon tomir bo'shlig'idan biz aynan shu interstitsial to'qimaga leykotitni olib kelib olishimiz kerak bo'ladi. Bu jarayonni biz fagositoz deb nomlaymiz. Ya'ni umumiy holatda bu jarayon nomini fagositoz degan. Fago degani yemoq, sitoz degani hujayra. Ya'ni aynan shu mikroorganizm hujayrasini neytrofillar hamda monotitlar tomonidan nobud qilinishini fagositoz deb nomlaymiz. Endi fagositoz ma'lum bir bosqichlardan iborat bo'ladi. Chunki biz hozir aytganimdek, bu neytrofil hamda monotitlar bular qon oqimida erkin harakat qilayotgan hujayralar hisoblanadi. Yallig'lanish jarayoniga ma'lum bir bosqichlardan o'tib, ma'lum bir qiyinchilikdan o'tib turib, keyin yallig'lanishni ta'minlaydi bu hujayralarimiz. Xo'p, endi fagositoz deyapmiz. Demak, fagositoz haqida gap boshlangan bo'lsa, fagositozning birinchi bosqichi marginatsiya bosqichi deb nomlanadi. Marginatsiya bosqichi qanday sodir bo'ladi? O'zi birinchi bo'lib marginatsiya bosqichiga ta'rif beramiz. Marginatsiya bosqichi bu qon oqimidagi erkin harakat qilayotgan mana neytrofil hamda monotitlarni qon tomir bo'shliq, qon tomir devoriga chaqirish, ya'ni qon tomir devoriga birikishini marginatsiya deb nomlanadi. Marginatsiya qanday yuzaga keladi? Marginatsiya yuzaga kelishi bu yallig'lanish mediatorlari retseptorlarga ta'sir ko'rsatgandan keyin biz aytdikki, endoteliy hujayrasi aktivlashib turib, o'zidan P selektivlarni tashqariga chiqaradi. P selektivlar neytrofil hamda monotitlarning ham hujayra membranasining yuzasida bo'ladi va ular bir-biriga tortiladi. Mana joyda ko'ryapsiz, tortilib turib, qon oqimidagi erkin harakat qilayotganlari sekin astalik bilan qon tomir devoriga mana o'tirdi. Va bular sekin harakat qilib kelib, mana ko'ryapsizki, tirqishi ochilgan ikkita endoteliy hujayrasi oralig'ida mana neytrofil hamda monotitlar o'zini shaklini o'zgartirib o'tib oladi. Leykotitlarda shunday xususiyat borki, ya'ni ular soxta oyoq hosil qilish, ularda plastiklik xususiyati hamda shaklini o'zgartirish xususiyati juda ham takomillashgan, juda ham yuqori hisoblanadi. O'shuning uchun endoteliy oralig'idagi tirqishdan sekin o'zini shaklini o'zgartirib, mana bu joyda ko'ryapsiz, shaklini o'zgartirib, qon tomir bo'shlig'ida interstitsial bo'shliqqa o'tib olishi mumkin bo'ladi. Endi biz aynan shu qon tomir bo'shlig'ida interstitsial bo'shliqqa leykotitlarning o'tishini biz diapedez jarayoni deb nomlaymiz. Demak, fagositozning birinchi bosqichi marginatsiya, ya'ni qondagi erkin harakat qilayotgan leykotitlarni qon tomir devoriga olib kelishdi marginatsiya. Endi olib kelib olingandan keyin shu leykotitlarni interstitsial bo'shliqqa o'tishini diapedez deb nomlaymiz. Xo'p, diapedez jarayoni orqali mana neytrofil hamda monotitlar bizga o'tib oldi. Endi bular shu interstitsial bo'shliq, ya'ni yallig'lanish o'chog'iga yaqin joyda turibdi. Endi ularni
mana bu joyda yallig'lanish o'chog'ida hosil bo'lgan yallig'lanish mediatorlar chaqiradi, o'ziga chaqiradi. Bu narsani yoki xemakinlar deb nomlaymiz. Bu yallig'lanish mediatorlaridan tashqari hujayra yallig'lanish o'chog'ida har xil kimyoviy gruppalar paydo bo'ladi. Bu gruppalar aynan shu leykotitlarni o'ziga jalb qilish xususiyatiga ega bo'ladi. Xuddiki buni tasavvur qiladigan bo'lsangiz, oldiga qarab to'g'ri ketayotganingizda kimdir orqadan yelkangizdan tortib qaraydigan bo'lsa, orqaga qaraysiz-ku, xuddi shunga o'xshaydi bu jarayon. Ya'ni leykotitlarni yallig'lanish o'chog'idan kimdir chaqirishni boshlaydi. Natijada bu jarayonni biz pozitiv hemotaksis deb nomlaymiz. 3-bosqichi fagositozda pozitiv hemotaksis bosqichi, ya'ni leykotitlarni yallig'lanish o'chog'idagi turli xil hemakinlar ta'sirida ta'sirlanib o'sha joyga borishni harakat qilishda уже biz bu narsani pozitiv hemotaksis deb nomlaymiz. Endi yallig'lanish o'chog'idagi har bir narsalarni sezib olgandan keyin, retseptorlar bilan o'zaro bog'langandan keyin endi hujayralarimiz, ya'ni leykotitlar hamda neytrofillarimiz soxta oyoqlar hosil qilib harakat qilish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bu jarayon fagositozda oxirgi bosqichi, ya'ni migratsiya bosqichi deb nomlanadi. Migratsiya deganda neytrofillar hamda monotitlarni, ya'ni makrofag hujayralarini yallig'lanish o'chog'iga harakat qilishni biz migratsiya deb nomlaymiz. Demak, fagositozda 4 ta bosqichini biz ko'rib o'tdik. Demak, birinchi marginatsiya, diabetes, pozitiv hemotaksis hamda oxirgisi migratsiya deb nomlanadi. Xo'p, endi kelib oldi. Tasavvur qiling, mana bu monotitmi yoki neytrofilmi, mana yallig'lanish o'chog'idagi shu mikrob bilan yoki bakteriya bilan o'zaro mana keldi. Endi urush boshlanish arafasida turibdi. Xo'p, endi bu jarayonda dastlab bo'lib neytrofil yoki makrofag mana u mikroorganizmni ko'rib, shu mikroorganizmni retseptor bilan bog'langandan keyin o'zidan turli xil sitokinlarni ishlab chiqarishni boshlaydi makrofaglarimiz hamda neytrofillarimiz. Eng asosiylari interleykin 1, tumor necrotic factor, interleykin 8 lar hisoblanadi. Bu sitokinlarimiz yana endotelidagi hujayralarda retseptorlarga ta'sir qilib, birinchi o'rinda ulardan yana selektin oqsilarini, ya'ni selektin oqsilarini chiqarishni ta'minlaydi. Sabab nima, maqsad nima deydigan bo'lsangiz, yallig'lanish o'chog'iga iloji boricha ko'proq leykotitlarni jalb qilish. Ko'proq jalb qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki nimaga attı mikroorganizm soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, ularni hammasini nobud qilish uchun albatta ko'proq leykotit kerak bo'ladi. Demak, leykotitlarimizni chaqirar ekan shu yo'l bilan yana bu leykotitlarimiz yana marginatsiya, diabetes hamda musbat hemotaksis yo'li orqali shu anaqaga keladi, yallig'lanish o'chog'iga keladi. Endi bundan tashqari, chaqirishdan tashqari bu hosil bo'lgan interleykin 1, tumor necrotic factor, interleykin 8 kabi yallig'lanish mediatorlar endi qon oqimi orqali yallig'lanishda endi umumiy belgilarni chaqirishni boshlaydi. Xo'p, yallig'lanishning umumiy belgilarini birinchi bo'lib ko'rib oladigan bo'lsangiz, bular isitma, S-reaktiv oqsilni ortishi hamda leykotitoz hisoblanadi. Agar ko'radigan bo'lsangiz, bu narsani qonni tahlilida ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana S-reaktiv oqsilni ortishi, leykotitoz holatini biladigan bo'lsangiz, bu narsani ko'pchilik doktorlar tomonidan shamollash deb aytiladi. Ya'ni shamollash deganda yallig'lanish tushuniladi. Ma'lum bir organni, shilliq qavatini yoki o'sha parenximasini zararlanishi, ya'ni yallig'lanish tufayli yuzaga keladigan holatda, ya'ni umumiy holatda isitma paydo bo'lar ekan, qonni analizini ko'radigan bo'lsangiz, S-reaktiv oqsil miqdori ortgan bo'lar ekan hamda leykotitozda ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi isitma bularda qanday paydo bo'ladi? Endi hozir sizlar bilan shuni o'rganamiz. Hosil bo'lgan sitokinlarimiz, ya'ni interleykin 1, mana tumor necrotic faktorlarimiz qon oqimi orqali birinchi bo'lib gipotalamusdagi termoregulyatsiya markaziga ta'sir ko'rsatadi. Termoregulyatsiya markazi biz o'tgan safar gaplashib oldik. Ulardagi set point neyronlarga ta'sir qilish oqibatida prostaglandin E2 ni miqdorini oshiradi. Prostaglandin E2 ni miqdori ortishi hisobiga bizda isitma paydo bo'ladi. Keyingi narsa, bu nimalarimiz, ya'ni sitokinlarimiz jigarga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa interleykin 6. Interleykin 6 jigarga ta'sir ko'rsatib turib, undan shu yallig'lanishda maxsus shu o'tkir faza oqsillari o'zi normal holatda chiqarilib turadi oqsillar jigardan. Endi shu interleykin 6 yana jigarga ta'sir ko'rsatish tufayli bu o'tkir faza oqsillarning sintezi ortib ketadi.
Shuni hisobiga bizda C reaktiv oqsilni miqdorini ortishini kuzatishimiz mumkin. Va oxirgi narsa interleykin 1 hamda tuman nekrotik faktor suyak ko'migiga ta'sir ko'rsatib, suyak ko'migidagi leykopoyez, ya'ni leykotitlarni hosil bo'lishini kuchaytiradi. Natijada leykotitoz paydo bo'ladi. Endi leykotitozdan maqsad nima? Leykotitozdan maqsad, endi bu narsani yaxshilab bilish kerakki, leykotitlarning soni ortdi deganda bu qon oqimidagi erkin harakat qilayotgan leykotitlar sonining ortishini leykotitoz deb nomlaymizda. Nimaga leykotitoz paydo bo'lyapti? Chunki erkin harakat qilayotgan leykotitlarni biz yallig'lanish o'chog'iga chaqirib olganligimiz uchun xuddiki organizmda leykotitlar soni kamayapti degan signal paydo bo'ladida, leykotitoz jarayoni kuchayadi. Shu tufayli biz leykotitoz kuzatar ekanmizda va bularni biz yallig'lanishning umumiy belgilari deb nomlar ekanmiz. Barcha jarayonlarimiz natijasida shu yallig'lanishni o'chog'iga har xil leykotitlarni olib kelib oldi. Endi natijada bizda mana neytrofillar, makrofaglar bilan mikroorganizm o'rtasida jang boshlanadi. Chunki nimaga yallig'lanishdan maqsad nima edi? Yallig'lanishdan maqsad shu zararlab bo'lgan, ya'ni zararlanishga sabab bo'lgan mikrobni biz nobud qilishimiz kerak edi. Bu jarayonni biz fagositoz deb nomlagan edik. Hozir sizlar bilan fagositoz gaplashamiz. Xo'p. Fagositoz. Demak, fagositoz so'zining tarjimasi biz aytganmizki, fago hujayra, sitoz yemoq. Ya'ni neytrofil hamda makrofag hujayralari tomonidan mikroorganizmlarni nobud qilishni biz fagositoz deb nomlaymiz. Fagositozdan unda o'zi ham har xil bosqichlardan iborat bo'ladi. Birinchi bosqichi mana bu joyda ko'radigan bo'lsangiz, makrofag tomonidan mikroorganizm soxta oyoqlar chiqarish yo'li orqali sekin-astalik bilan hujayraning ichiga olib kirib ketiladi. Mana ko'radigan bo'lsangiz, bu makrofag hujayrasi va mana bakteriya hujayra ichiga olib keldi endotsitoz yo'li bilan. Endotsitoz bilan olib kelgandan keyin bu mikrobni maxsus vakuola bilan o'rab oladi makrofag. Buni biz fagosoma deb nomlaymiz va bundan tashqari makrofag hujayrasida yoki mana neytrofil hujayrasining o'zida tayyor lizosoma degan organoid bo'ladi hujayrani. Bu lizosomani tarkibida turli xil proteolitik fermentlar, ya'ni oqsillarni parchalaydigan fermentlar bo'ladi. Xo'p, endi ikkinchi bosqichi, bunda biz endi fagosoma bilan lizosomani o'zaro qo'shishimiz kerak bo'ladi bu mikrobni nobud qilish uchun. Natijada mana fagolizosoma hosil bo'lgandan keyin ikkita vakuola o'zaro qo'shilgandan keyin lizosoma tarkibidagi o'sha biz aytganimiz proteolitik fermentlar mikroblarni nobud qilib tashlaydi, ya'ni ularni parchalab yuboradi. Parchalab yuborish natijasida sekin-astalik bilan shu mikrobimiz nobud bo'ladi. Xo'p, qolgan jarayonlarda va immunologiya bosqichida ko'ramiz. Xo'p, endi biz fagositozni ikki xil guruhga bo'lar ekanmiz. Demak, kislorodga bog'liq bo'lgan hamda kislorodga bog'liq bo'lmagan. Kislorodga bog'liq bo'lmagan yo'llarda hosillar bilan gaplashib o'tdik, ya'ni lizosomaning proteolitik fermentlari ta'sirida mikrobni nobud bo'lishi bu kislorodga bog'liq bo'lmagan. Xo'p, endi kislorodga bog'liq bo'lgan fagositoz qanday sodir bo'ladi deydigan bo'lsangiz, bu jarayon asosan neytrofil hujayrasi sodir bo'ladi. Bunda odatda shu neytrofillar endotsitoz yo'li bilan mikrobda o'zini hujayrasining ichiga olib kirib ketganda turli xil erkin radikallar paydo bo'ladi. Bundan tashqari yallig'lanishda zararlanish tufayli ham turli xil erkin radikallar paydo bo'lishi mumkin. Bu erkin radikallardan biri bu mana kislorod radikali hisoblanadi. Bundan tashqari vodorod peroksid radikali, gidroksid radikallari bo'ladi. Ya'ni erkin radikallar paydo bo'ladi. Aynan shu erkin radikallar orqali ham mikroblarni nobud qilishimiz mumkin. Endi bu narsani bitta yomon tomoni shundaki, erkin radikal tanlab o'tirmaydi-da, mikrobmi, organizmning xususiy hujayrasimi tanlab o'tirmaydi. Ashuna hisobiga ham mikrob, ham mana neytrofilni o'zi ham nobud bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Endi agar eslangda bo'ladigan bo'lsa, yallig'lanishda maqsadlardan birini gaplashayotganimizda aytdikki, yallig'lanishdan maqsad o'sha yerdagi mikroblarni nobud qilishdan tashqari yallig'lanish o'chog'idagi o'lgan hujayralarni ham tozalash kerak bo'ladi. Mana o'lgan hujayralar ham misol, mana neytrofillarning o'zi ham nobud bo'lib qolyapti, mikrobni nobud qilaman deb. Ashuna hisobiga bizda aynan shu o'lik hujayralarni ham tozalash kerak bo'ladi. Agar biladigan bo'lsangiz, yiringli jarayonlar deb nomlanadi agar yallig'lanish kuchayib ketadigan bo'lsa. Buni yiring o'zi nima? Yiring bu o'lgan leykotitlar hisoblanadi. O'lgan leykotitlarning manbaini mana ko'rdingiz hozir. Neytrofillar hisoblanadi. Ya'ni mikroblar bilan tasavvur qiling, xuddi multik sifatida ko'radigan bo'lsangiz, bitta jang maydonida qattiq kurash bo'ladi.
mikrob hamda shu organizmni himoya qiladigan hujayralar o'rtasida. Natijada ham mikrob ham o'ladi, ham xususiy hujayralarimiz ham o'lib boradi, natijada yiring paydo bo'ladi. Xuddi shu do'stlar, bizda yallig'lanish jarayonida yuzaga keladigan barcha vaskulyar hamda molekulyar hujayraviy jarayonlarida yallig'lanishning asosiy maqsadi demak, ana shu yo'l bilan mikroblarni nobud qilish hisoblanadi. Xo'p, endi biz gaplashib o'tganimiz tipik patologik jarayon deb nomladik. Tipik patologik jarayon deyilishidan maqsad, mana ko'ryapsiz, birinchi o'rinda to'g'ri mikrob nobud qilyapti. Bu organizm uchun foydali tomon, lekin aksincha bu organizmni ham zararlab qo'yishi mumkin. Chunki mana ko'rdik, birinchi o'rinda organizmning o'zining xususiy hujayralari nobud bo'lyapti. Mana endoteliga noto'g'ri ta'sir ko'rsatyapti. Gipotalamusga borib turib termoregulyatsiya markaziga noto'g'ri ta'sir ko'rsatdi. Jigarga ta'sir ko'rsatyapti. Shu orqali ham organizmning to'qimalariga zararli ta'sir ko'rsatganligi uchun biz endi bunda shu tipik patologik jarayonni patologik tomondan ta'sir ko'rsatishi deb nomlaymiz. Xo'p, endi yallig'lanishni davolashga keladigan bo'lsak, o'zi klinik belgilari yallig'lanish uchun klinik belgi bo'lmaydi. Chunki har bitta organda, har bitta to'qimaning yallig'lanish jarayonida aynan shu to'qimaga xos bo'lgan klinik belgi yuzaga kelishi mumkin. Bizning kursimizdan, bizning seminarimizdan maqsad yallig'lanish jarayonida qanday bosqichlarda, qanaqa jarayonlar sodir bo'ladi, mikroorganizmlar qanday nobud qilinadi, shuni o'rgatish xolosida. Ya'ni klinik belgi bu klinik fanlarda o'rganiladi. Xo'p, endi yallig'lanishni aniqlashni yo'llarini biz ham o'rgandik. Birinchi o'rinda shu mahalliy holatda zararlanish bo'ladi. Oddiy misol uchun qo'lingiz ham kuyib qoladigan bo'lsa, u ham yallig'lanish. E'tibor beradigan bo'lsangiz, to'qimiz holat ashjoq qizarib boradi. Ushlaydigan bo'lsangiz, sal temperaturasi ko'tarilib qolgan bo'ladi. Shish paydo bo'ladi. Aynan shular mahalliy belgilar. Endi umumiy belgilarni aytdik. Isitma paydo bo'lar ekan demak. Isitma paydo bo'lsa, yallig'lanishning belgisi ekan bu narsa. Xo'p, keyingisi qon tahlili ko'radigan bo'lsangiz, leykositoz, ya'ni leykositlar sonining ortishi hamda S reaktiv oqsilning ortishini kuzatishimiz mumkin bo'lar ekan. Biz bularni hammasini gaplashib o'tdik darsimizda, xudo xolisa. Xo'p, endi savollaring bo'lsa beringlar, men ekranni yozuvni o'chirib qo'yishim kerak.